Tohkon inspeksiyasi qatga qarayapti bu masalada. Nimaga nazoratga olinmaydi? Batashab qo'ydi, lekin birortasi bor adirliq, ko'vlanib turib aqashib ketibdi. Lekin bu darajada basitda oddiy fuqaro agarda shu narsani qilganda bu aqachor bor. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlarga mashhur hurmatli do'stlar. Hozirgi paytda Farg'ona viloyati Satkek hududida turibmiz. Aynan 3-4 oy ilgari taxminan murojaat e'lon qilganmiz. Aholini mana shu ko'llanib turgan adirliq qaysidir tadbirkor adirliqda ko'llanib turganidan norozi bo'lib bizga murojaat qilgan. Ushbu holat bo'yicha Farg'ona viloyati atrof muhitni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilganmiz. Ekologiyasi Toshkentdaman deyapti, bilmayman deyapti. Farg'ona tumani. Farg'ona tumani. Bo'ldi, hozir kiritamiz. Bilamiz kimga tegishliligini, tegishli tartibda chorasini ko'ramiz. Qanday sizlardan emasmi? Sizlardanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, kuyimiz kachimayapsiz? Omonmisizlar? Aka Nodirbekman, viloyat ekologiya yer suv bo'limi boshlig'iman. Nurmatov Nodirbek. To'p qara ketyapti bu yerda shag'al aka. Просто zasipga sot berilyapti. Bu ishlagani yo'q hozir. Qadimiy joyda yakson qilishyapti ekan-da ko'lab. Ekologiyadan xodim kelganda bir qaysidir akaga qarashli deb turib ekologiya xodimiga ham gapirib turgan holatini Ana nimaga 57-75 deb bo'ldi-chi? To'g'ri so'rdi. Sho'dagan. Sho'dagan bo'yinkas. Sho'dagan bo'yinkas. Sho'dagan bo'yinkas. Endi u kimga qarashli bo'lgan taqdirda ham mana shu adirliq ko'vlanib turib, hozir mana qaranglar, qatgacho'r ko'vlangan ekan. U yarimigacha ko'vlangandi biz murojaatda e'lon qilganimizda. O'sha ekologiya xodimi ham shaxsan 3dan birimidi? 3dan biri. Hozir bunni oxirigacha ko'lab boribdi. 3 oy davomida ashab to'lab ketavergan mashaqqat. Mana 3 oy, 4 oy ilgari mana shu hududlarda ko'vlangan joylari 3dan biri ham bas ekan. Lekin hozirgi paytda oxirgacha pashti уже ko'vlanib turib, mana qanaqadir qurilmalar qurishib turib, mana bino inshootlarda qurib turib уже bir narsa qurilishga harakat boshlanib ketibdi. Endi aytmoqchimizki, mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar bizning murojaatlarimiz e'tiborsiz qoldimi, yo tagida biron narsa bormi? Kim bunga javob beradi? Qani qaysi rahbar ruxsat berdi? Javob bersin. Mahalla raisi ruxsat berdimi? Tuman hokimi ruxsat berdimi? Yo zam hokimi ruxsat berdimi? Javob bersin. Bu hech kim indamasa, xohlagan joyini manda qilishib, qirdi nima qilishib indamasangiz kimdir batgam egador bo'ladi, sotadi, yana o'sha ahvol. Ommaviy axborot sizga murojaat keldi, ya'ni karyerbas joyda shag'al olishyapti deyilyapti. Kim bu nimani berdi sizlarga vakolatdagi karyer ruxsat olingan? Kimdan ruxsat olingan? Hokimiyatdan. Qaysi hokimiyatda? Tumandanmi? Tumanda. Hokimiyat ruxsat berdimi sizlarga aka? Xo'jayin olgan bilmayman. Siz hokimiyat ruxsat berdingiz. Hozir firmani nomini ayting. Hamid xususiy tadbirkor. Hamid xususiy tadbirkorga bir qarab oringchi, o'zingiz nazoratga oling. Satkek MFY. Hudud qayer aka? Satkek. Satkek. Mana bu joyimiz anova. Azimmi? Yo'q, nima? Bu yerda uchastka bo'yida xizmat uyi bor. O'sha xizmat uyining yonidagi baland nima tepaliklar buzilyapti. Qadimiy joylar. Qadimiy deyildi, shu joylarda shag'al tashlayapti. Ancha joyda o'sha ochib aniq bo'lishdi. Qadimiy joydagina uni haliga yo'q, men hech qachon Hozir mahalliy aholidan chiqdi. Hozir bu yerdagi mana akalar hokimiyatdan ruxsat olganmiz degani uchun sizga telefon qildim. Yo'q, men hech qachon o'zboshimcha qurilishga ruxsat bermayman. Qurishga hujjat yo'q. Ko'rsak bo'ladi ruxsat qilish. O'zenda-da. Chaqiring aka, bir kelsin aka. Qo'qonda-da hozir. Qo'qonni. Bu joyni kim olib kelib yerga qo'ydi sizlarni? Olishga, olib berishga birortasi
qanday bir xat bilan murojaat qildimi sizlarga? Qanaqa bo'ldi? Tartib. Xat bilan murojaat qilishgan yo'q. Kim yaptı elektronikamizni? Cheto'da ishlagan yo'q, просто tilari yo'q, olib chiqib ketolmayapti deydi. Ko'tarib turganmi? Hoppa. Yavuz ko'rinadi. Erini olib chiqib tushaman aka. Bering telefondan ko'tarishi shart emas. Jakson qilishyapti katta ko'lab. Turibdi xolos bu narsa. O'la aka, prosta turgan bo'lsa, qarang, shuncha joyda otdi. Yo'q, biz olganimiz yo'q bunday aka. Kim oldi? Biz bilmaymiz kim olganini. 2 kun bo'pti shopres kelganiga aka. 2 kun bo'pti. Bugun ikkinchi kun aka. Syomkada bor aka. Mana. Hali siz olgan. Bilmayman aka, biz olgan bo'lsa biz. Oldi mana o'sha shopimiz o'zi aka tasdiqladi. Tortishmaylik. Deyapti, biz kecha ertalab keldik. Ha, kecha ertalab siz keldingiz. Siz fransizmi? Anındami? Tortishmaylik. Tortish foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Aniqlikni so'ramiz. Kim, qachon, qachongacha qancha olganligini aniqligini so'ramiz. Hokim shaxsan o'zi gapirgan. Meni xabarim yo'q degan. Kimdan ruxsatni olding degan paytimizda, hokimiyatdan ruxsat oldim deganda o'sha yerda bitta xodim turib, men tushunmay qoldik-da biz. Bu kim bundan manfaatdor deb o'ylaysizlar? Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mana уже narsalar qurishni boshlabdi уже. Yana bo'lib 3 ta Mana. joygan, 3 ta anaqaga 3 ta mana. Hozirgi olib qarasiz. Bag'i 18 metr, eniga 18 kvadrat anaqa bo'lsa, bag'iga 30. Bu degani 1,5 sotinli joyda aka-ukalar bo'lishganmi 3 ta odamga. Xullas, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, ushbu holatga rasmiy munosabat berishlaringni so'rab qolamiz. Aynan Satkey hududida ham qaysidir kovlangan masala bo'yicha, qaysidir adirliq kovlangan, o'sha joyda ham jinoyat qo'zg'atilgan ekan. O'sha joyga, o'sha kovlanganlik holatiga qaysidir tadbirkorga jinoyat qo'zg'atilgan ekan. Eshitishimizga qaraganda, lekin o'sha jinoyatchi ham negadir yopilib ketgan deyilgan gaplar eshitilyapti, chiqyapti odamlardan. Qay darajada to'g'ri bu gaplar? Kim bu tadbirkorlar? Aynan mana adirliqlarni kovlab yuryapti. Bu xalqni adirlig'i. Bu adirliqlarni kovlab turib, mana shunaqa qilib yer qilib uy quryaptimi, nima quryapti, Xudo biladi. Kim bunga ruxsat beradi? Qaysi kadastr ruxsat beradi bunga? Men tushunmay qoldim-da. Karyerlarni qum olib ketib turgan holatlarigacha biz isboti bilan chiqarganmiz. O'zbekiston Respublikasi yerlardan foydalanish kodekslari qayerda qoladi? Tog'kon inspeksiyasi qayerga qarayapti bu masalada? Nimaga nazoratga olinmaydi? Mana shuncha 4 oy o'tdi. Qanday deb tashab qo'yding, nima bo'lar ekan deb tashab qo'ydi, lekin birortasi "Voy, sani murojaating bo'yicha mana shunday bo'ldi, mana shunaqa chora ko'rildi" deyilgan yo'q-da. Isbot dalili bilan qum olib turgan, shag'al olib turgan mashinalar olib ketib turganini syomka qilganmiz biz. Mashetdan olib turganini. Lekin uni kelgan xodim Nodirmi, kim u xodim esimda yo'q, lekin o'sha xodim shaxsan u noto'g'ri qilgan ishlari deb kelib turib aytdi, to'g'risi haligi bola bilan haligi gaplashgandan keyin unga qarashli, bunga qarashli degandan keyin Ana nimaga 57-75 deb bo'ldi-chi? To'g'ri so'rdi. Sho'dagan. Hali joyda tanish-bilishlik bo'lib ketdimi bilmayman, lekin nazoratga olib qo'yasizlar degan umiddamiz. O'zbekiston Respublikasi qonun ustuvorimi, jazo muqarrarini bir ko'raylik, jazo muqarrarligini. Qachongacha bu narsa davom etadi? Kovlab ketaveradimi xohlagan joyini? Shuhrat aka, bitta narsaga o'ylanib qolaman-da, bo'lishi mumkin-da. Qarang Shuhrat aka. O'shanda ekologiyani Nodir kelibdi, mashina chaqiramiz, olib ketamiz dedi. Ekskavator dedi-da, jarima maydoniga olib ketamiz dedi. Xo'p, keyin bahona qilyapti, uni mashinasi, buni mashinasi degandan keyin, bizni mashinamiz atta ekan, batta ekan deb bahona qilishni boshladi. Xo'p, nimaga munosabat bermadi? Ekologiyadan shaxsan keldi. Mana olib kirildi, mashinasi, mashinasi jarima qilindi, mashinasi ogohlantirish qilindi deb bizga misol uchun munosabat berish kerakmidi bu video bo'yicha Shuhrat aka? Munosabat bas bizga javob xati kelish kerak edi. Biz bu masalada xabarnoma ham qoldirganmiz o'sha viloyat inspeksiyasiga.
Shaxsan Umid aka bilan ham gaplashganmiz o'sha paytda. Umid aka nima bu holat? Qanday tushunish kerak bu narsani? Uy qurishyapti aka-uka. Erkatoyimi, kimnidir erkatoyimi bular? Xohlaganini qilib turib shunday ishni yopdi qilib yuborishadi. Hech kim xabari yo'q ekan, hokimning ham xabari bo'lmagan narsani shunday mana qo'rqmasdan qurib yuboraveradi shunaqa. Qanaqa tushunish kerak bu narsa? Bu erkatoy deb tushunyapmiz. Kimnidir erkatoyi deb tushunyapman men shaxsan. Bu narsani agarda hozir nazoratga olmasalaring ertaga kech bo'ladi. Xohlagan odam xohlagan narsasini qilib ketaverar ekan-da. Oddiy fuqaro agarda shu narsani qilganda bu qachon borib jarima qilib turib, sudga chiqarib turib, buzishga chiqarib yuborgan bo'lardilar. Oddiy fuqaro qilgan bo'lsa, demak kimnidir erkatoyi deb tushunyapmiz biz, kimnidir hali nimasi, hali tanish bilishi deb tushunyapmiz. Bizning fikrimizda endi mana karyer buni nima? Bor adirliq, ko'vlanib turib, o'sha aqachor ketibdi. Lekin bu darajada basitda o'tkazar kelganmiz 3-4 oy oldin kelganimizda. Qachon nazorat bo'ladi? Qachon? Fuqarolar norozi bo'lyapti. Shu Satkek aholidagi fuqarolar norozi bo'lyapti. Videolar tashlashyapti bizga. Farg'ona tuman Satkek azizda qiradirlarni mana shunaqangi bitta balloma bor ekan shekilli, bilmadim. Yo tay kuchli ekan, yo o'zi kuchli ekan. Satkek pirimni qirlarini mana shunaqangi holatda qir mana shu yerdan edi. Shu aroda bo'yidan. Juda uzoq masofada. Mana shu yerlargacha mana hozir уже devorlarni qurib nimalardir quryapti. Katta masofadagi qirni ko'lab tashyapti. Nazoratga olib qo'yinglar, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar. Ushbu holatni Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitbayevga ham iltimos qilamiz. Nazoratga olishini so'rab qolamiz. Farg'ona viloyati prokurori Baxtiyor aka Ismoilovga ham iltimos qilamiz. Nazoratga olib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Mana hurmatli rahbarlar, ko'ringlar. 3 dan biri ko'vlangan edi biz kelganimizda, 3-4 oy oldin kelganimizda, lekin hozir mana oxirgacha o'sha ko'vlanib bo'libdi. Hokimni Farg'ona tuman hokimligini xabari bor deyishgan edi kelganimizda, men aytdim xodimman deb turib, vaholanki biz hokim bilan shaxsan aloqaga chiqqanimizda xabarim yo'q degandi. Mana bugungi ahvol shu bo'lyapti. Mana xohlagan odam agar oddiy fuqaro bo'lganda bu qachon jarimasini qilib turib buzishga chiqarib yuborlar. Mana shunday o'zi adirliq o'zi ko'vlanib turib, mana shuncha ko'vlanib turib o'zi oxirigacha ketganini ko'rib hayron qolyapman. Hech kim indamaganiga to'g'risida bu holatga qachon nazoratga olinib turib nuqta qo'yiladi? Qurishgami? Yo'q, mana uni aylab, menga kelishganda to'polon qilishdi-da, Satkeklar, mana deparaga kelganda. Keyin nima bo'ldi? Yana dash davom etdi, mana shu ishni qilishdi. Ko'proq anetga hozir o'y Matiz yo'qmaydi. Ha. O'y, mana keyingi. Yo'q. Ashitga bola ko'proq xabardor. Chunkilar bilan gaplashdi, boshqa qildi, bunaqa qilishayotgan dedi. Hozir Satkeklar norozimi bundan? Bundan norozi bo'lgan. Keyin yana jimib ketishdi. Bosim bo'lgan. Masalan, bitta ayol chiqib, internetlarga ham chiqdimda ko'rdim mana. Biz chiqardik o'shani. O'shanimi? O'sha xotin kishi to'polon qilib boshqa bo'ldi. Keyin yana dashi davom ettirishdi. Nima bo'pti deb olib qo'shnidan so'rasam, bilmadim, sherik qilib olish shekilli.